18 million so'mga sotilmasdan olib chiqib ketishyapti ekan. Shved. Aka, shved necha pul bo'ldi? Qanchadan? 32. 37 millionga sotilmasdan chiqib ketyapti ekan. Assalomu alaykum, hurmatli Jasur bola kanali obunachilar. YouTube kuzatuvchilar, chorvachilar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharqon shahri Xolami Cho'ja bozori. Necha puldan bo'ldi jupi? Voy aka, qanchadan ketdi? 30 millionga jupi bo'ldi. Qancha bo'ldi? 13,5. Arzimas mehnatimiz qo'llab qolganlarda bir donadan like deb bosib iltimos qilamiz. Pul menga batamadi. Shu videoni ko'proq insonlar ko'rish uchun. Va bizni ko'rayotgan insonlar ekran ostidagi podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor, shuni bosib qo'ying. Shunda biz kirib borayotgan videolar sizlarga muntazam SMS-larga borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Shit, qaranglar. 30-sentyabr 2025-yil. Aka, nech pul? 38 gami, barakami? 38. Ha, sotilmoqda. 38 ga sotilmoqda, shu. Chiqqanini solamiz. Baraka nech pul bo'ldi? 57 ga olindimi? 57 ga. Bo'g'oz so'lib olinadi. Yaxshi. Qancha bo'ldi boy aka? 3,800,000 bo'g'oz. 3,800,000 bo'g'oz. Aka nech pul bo'ldi? Ha, bo'ladi. Nech puldan ketdi bo'g'oz? 34 ga jupi. 34 ga jupini olishibdi. Birinchisiga bo'g'oz qo'nashinlar. Nevaralarga mahsura, hop. Qanchaga bordi aka? Ha? Nech puldan qaytdi? 27 milliondan qaytdi ona bola. Yot nech pul bo'ldi? Aka. Nech pul bo'ldi? Hozir 11 danmi? 11 million so'mga olishdi. Nima deysiz? Aka, bu qanchalar nech pul? 31 ga ikkita olishdi. Chekkagan bergan. Eshi ikkalasi. To'palanib ketdi-yu. Ot nech puldan ketdi? 9 dan sotilmoqda. 9 milliondan otlar. Qancha bo'ldi aka? Sotilmadi. Shvedlar nech pul bo'ldi? Qanchadan qaytdi? 36 dan qaytdi shvedlar. Bu qancha nech pul bo'ldi? 24 million so'm. Quva yuramiz, quva. Quva yuramiz, quva. Qanchaga bordi? Qanchadan? 17,5 dan qaytibdi. Angus. Bu qancha nech pul boy aka? 17,2 ga. Angus nech pul bo'ldi aka? Bu aka. 36. Bo'g'ozmi? 36 ga bo'g'oz Angus. Aka, qo'shqo'lan nech puldan bo'ldi? Qanchadan qaytdi? 5,5 dan qo'shqo'lan qaytibdi. Toycha olindimi, sotildimi? Sotilmadi. Va 5,5. Alkonasidan mahsulot keldi. Bu qanaqa? Bolalarga mahsulot. Aka, nech pulga oldingiz? 33 million so'mga jupi. 15 ming qala. Nech pulga oldingiz? 23,800 ga. Ona bola bolasi 10-chi. Nech pulga olindi? 24 enasi cho'li bo'sh. Enasi 3 oylik bo'g'oz 24 million so'm, bolasi buqa. Aka, nech pulga olindi? Aytma. Nech pulga olindi aka?
11.400.000 ekan. 11.400 ga o'nadi. Nech pulga olindi? 20 million. Zo'r olibsiz. Nech pul ketdi? 33 ga bergan ota ana. 33 ga. Sizga o'ngizda bo'lmasa Aka toyni ishloqdi. Assalomu alaykum. Nech pulga olindi aka? Aka toy nech pul bo'ldi? Aka o'nada nech pul bo'ldi? 6,5 ming toyimiz. Aka nech pul bo'ldi? Bu aka. So'zmasa aytishmaydi. Aka qanchaga olindi? Nech pul? bolalarga baqtilar. Qancha bo'ldi? Ey buqa. Akam. Ey. Aka nech pulga ketdi? 75. Jupimi? İkisi 75 milyon so'm bo'libdi. Aka, nech pul bo'ldi? 16. Aka, bu qancha bo'ldi? 12dan qaytdi. Nechadan bobosh? Aka nech puldi? Qanchaga sotildi? 24 million savdo qilishdi. Yigirma uch yarim ona bola bo'libdi. Bolasi bu qancha? Aka nech pulga oldingiz? 14 ga sotilmadi bu qancha. Nima turmadi? Nech pul bo'ldi Shved? Nech pul bo'ldi ona bolar aka? 35. Bolasi bu qancha? 35 million so'm. Aka qanchaga olindi? Nech pul? Nech pulga kirdi? Ona bola qanchaga kirdi? 16 ga. 16 dan keyin keladi. Qanchadan bo'ldi bular? Sotilmasa ketadi. Bosh. Ajaga qanchadan ketdi bular? 40 million. 1 million bo'ldi. Bo'g'ozni qisir. Yaqin, jupa 41 million bo'ldi. Qanchadan ketdi uka? 15 ga. 15 yetisikichi? 15 ming yetishgan. So'ragan nech pul bo'ldi? 74-12. Ishqozi bo'lsa, nimasi? Ha bo'ladi. Mana akalar, yaxshi buqachalar ekan kerak. Ha bo'ladi. Like bosing aka. Ana shu bitta bosgan, ana shu like bo'ladi. Ha bo'ladi. Rahmat. Ketdik. Hop, Hojibovdan zo'r buqachalar chiqdi. Hojibov hormang. Sog'liq yaxshimi? Buqachalar nech puldan deyapsiz? 17 dan. 18 dan kam bor. 18 dan kam bor, lekin buqalar ham zo'r ekanda, o'sha puliga yarasha. Ana bitta to'laymiz. Bu boshqami? Buni 14,5 deyapsiz. Bu nisbatan biroz farq qiladi, xolos lekin. Hop, siz nech pulga bermadingiz, Hoji tog'a? 13 ga beradi.
Sizga qancha bo'ldi? Nech puldan bermadingiz? 33 ikkalasiga. 33 million so'mga ikkitasiga berishmabdi. Mana bu qachon? Hojbon. Hojbon nomer bormi? Qoldirasizmi telefon nomer? Soting, avvalo shatta sotildi. Avvalo shatta sotilsin. Bu qachonlar bo'ylari bir 10 atrofida, lekin udar ekan. Haqiqiy yaxshi. Boqsa foyda qiladigan bu qachonlar. Ketdik. Akam savdo qilyapti. Qaysi bo'lyapti? 15 million 300 ming so'm. Mana. Aha. 15 million 300 ming so'm savdo qilishyapti ekan. Mana shu bu qachonlar. Ha, 15 ga buni olasiz. Jasur o'zmi? Ha, Jasur. Bu to'qol ekanda. Xudo xolasa. Aka bozordan pul bermaydi bizga ya. Bepulga ishlaymiz bozorga chiqsak. Yaxshi. Bu qancha zo'r ekan. Mashina olishdi. Ya aziz obunachilar deysiz. Aha. Qani cho'rosa gapiradi yana. Aka, qancha bo'ldi bu qiz? 15 gacha savdo ko'rdi hozir. Bu aka sotildimi? Ha, 15 gacha. Burun atrofidagi buqacha 15 gacha savdo bo'ldi. Vakillari qilingan. O'zimizda Messi buqa. O'z nech pul deyapsiz? 17 kami bor. Yaxshi buqa ekan. Chiroyli, 17 kami bor. Nomer bormi? 99lik. 974 29 21. Jasur uz. Paketi zo'r ekan. Paketda shvedlar, chiroyli shvedlar ko'rdim. Toza shvedlar ko'rdim. Bu aka nech pul bo'ldi bu? 14 qilyapti. 14 ga bermadingiz. Shved. Yaxshi buqacha ekan. 14 million so'mga berilmayapti ekan. Shved. Mana bu qachon qaranglar. Buni 18 ga bor ekan. Bu aka bular cho'qonlar nech puldan? Ha. 19 dan. Savdosi qancha bo'ldi? 17 dan. Bermadingiz. 19 dan aytilishi 17 dan yo'q. 17 bu Qirg'izistondan o'tgan ekan bu. Quloqlar kesilgan. Ana aka on nech bo'lganda? 17 dan. 17 dan. 17 dan ikkitasi ko'raman. Uni sotib olganda o'tardi. Chiroyli buqalar ekan. Qirg'iziston paroda shvedlar. Qoldirasizmi? Ayting bo'lmasa. 33lik 617 44 12. Ya'ni shunaqa buqachalar bo'ladimi? Shunaqalardan bo'ladimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Aka nech puldan boshlanyapti savdolar? 15 dan qilishyapti. Bermayapsiz. Boqma buqachalarda endi. Xudo xolasa 3-4 oy yetalab turib yemga tashlasa bo'laverar. Aka qancha bo'ldi? 16 million so'mga olinibdi. Yaxshi. Zo'r buqachalar. Mana. Qirg'iziston faroda. O'zi qanchadan deyapsiz? Aytilishi. 16,5 dan aytilishi ekan, 15 dan savdolari bo'lyapti ekan. Soni 5 bosh Qirg'iziston. Buqachalar. Aka nomer bormi? Ayting. 90lik 580 4300. Rahmat, baraka top. Yaxshi buqachalar. Bu aka gibrid nech pul bo'ldi? Sotamiz aka. Gibrid ha bu? Yo'q, toza rossiyskiy. Toza rossiyskiy. Yo'q, birkash. Uzar ekan bu qanchaysiz? Nech pul deyapsiz? Savdosi nech pul bo'ldi? 22. 22 million so'mgacha savdo ko'rayotgan bu qachamiz. Rossiyskiy shoxlari yo'q, to'qol. To'qol variantdan, shoxsiz variantdan. Lekin maket yaxshi buqacha ekanda jonivor. Pika menga qarading, rasmga olaman. Kallasi bu ana. O'sha. Bu aka nomer bormi? Ayting. 50 700 0902. Rahmat. Baraka top. Ketdik.
Hadi oy tut. Yaxshi bu buqachalar. Bu aka nech bilan bo'lyapti savdolari? 18 kami bor. 18 kami. 16 ga bermayapmiz. Ama lekin kuchli ekan bu ham. Yo'l qana qarang, 16 ga berishmayapti. Bilaver ekan uni. 200 kam 16 bo'lyapti ekan. Bunisi nech pulga bordi aka? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Qaysi kanal bu? Jasur Uz. Oq tumshuqlar. Bular nech pul bo'ldi? Bu 19 kami bor deyapti. Aha. So'rashyapti. Qanchagacha? 17 o'tding, shuni aytsak. 17 atrofida hozirgi savdolari. Yaxshi. Yuradi sotamiz. Oldiga yursa bo'ldi. Ay endi qo'shadi, ha? Nomerimiz 97lik 97lik 573 573 4111. 4111. O yerdan kattaroq bo'ladi. Kattaroqlari ham bor sizda. Gap. Sog' bo'ling. Rahmat. Nima qilaman, qaranglar. Savdolar bo'lmoqda, barakalar yurmoqda. Kaltaga. Ana. Hojvona anuslar qarang. Hojvon hech puldan bermadingiz. Endi kirdi. Ola bu xabar aka bo'lyapti. Aşağıdan sodasiga bordimi? Aşağı bolaga. Dangas bolaga. Men aslida 200 ming ko'rganman. Savdo bo'lyapti qarang. Ketdik. Xullas. Qirg'iziston buqachalar. Va aka nech puldan deyapsiz? 16. Savdosi nech pulgacha bo'lyapti? Jubiga 29 ga bermayapsiz. Jubiga 29 ga berishmayapti. Yaxshi buqachalar. Bo'lari o'lchanganmi? Yo'q. O'lchamagan. Bir o'n atrofida endi. Nomer bormi? Ayting. 50 074 6139 qiziqqaniga. Bu buqachalar qaranglar. Ular buqachalar chiqyapti endi. Qirg'izistondan o'tgan buqalar. O'zimiz Messi buqalar hammasi bor. Qanchaga sotildi? 700 ming. 11 million 700 ming. Yaxshi. Nech pul oldi? 11.7 aka. Zo'r olsizlar. Umr million 700 ming so'mga. Buqacha. Kim nech puldan bo'ldi savdolari? Yo'q aka. Bilishgan yo'q. Qanchadan deyapsizlar? Qancha? 12 dan aytilishi ekan, savdo bo'lgan yo'q ekan. Kelasi. Uyga olaymi? Ana, vaqt o'tdi. Aka berib olyapsiz. Nech puldan? Qancha? 10 million kam bor. Savdosi bo'ldimi? Savdo bo'lgani yo'q. 10 milliondan kam bor ekan. Qanchalar? Mana. Bu aka qanchadan deyapsizlar? Nimaga? O'g'illik basma axir. Bu akani savdosi ketyapti. Nech pul beryapsiz ho'shoqa? Narx. Achagami? Achaga mana olmayman, mana sotdim. Yaxshi bu qancha ekan-a? Shunday dedi, chiqarib dedi. Xo'p bo'ladi. Aytaman. 10 million so'm.
Nech pul bo'ldi? Qancha bo'ldi? Ketyaptimi? Barakalar qara. Mana barakalar ana. Savdolar bo'lyapti. Ana ona bolani olishdi, bolasini ovozi. Yaxshi o'qing. Onani ham olib. Olib bolaganlar. Boyaga onasi nech pul bo'ldi? Nech pulga olindi? 11.2. Yaxshi. Zo'r oldilar u. 11.200 ga onasini olishibdi. Kichikroq bu qanchalar? Boyaga nech pul aka? Bunisi-chi? Bo'zay bozori. 90 80-90 bo'ladi. Onasi ajraganlar-da bular. Oshna onasi nech pul bo'ldi? Qanchaga bordi? 8 ming so'mga savdo bo'ldi. Shu onasilar. Aka nech pulga savdo ko'rdi? 10.5 gacha. 10.5 million so'mga savdo bo'ldi. Hozir onasini lekin yaxshi zot aka. Yosh bo'lyapti. Chiroyli zot aka. Gibrid. Kalalarroq 10.5 million so'm o'zi. Shvedlar nech pul bo'ldi aka? 9 ga 2.11 bo'lyapti ekan. Ha, o'najilar hammasi. Ketdi. Qanchaga bordi bu? Endimi? Nech pul? 9 qilyapsizlar. Boshlanish. Yaxshi o'najan, yo'q, oqquloq. Sifati yaxshimi? O'nmunchaga, zo'r nimaga? Qarang, toza narsa. Olsa tashab qo'ysangiz o'zgaradi, zo'r o'zgaradi. Ona bola nech pul bo'pti? 30.5. Hocaga nech pul bo'ldi o'najiningiz? 12 million bo'lyapti. 12 million savdo bo'lyapti. Onasini ham ko'ring o'zini. Sherigi ham bor ekan. Onajin. Nech pul bo'ldi aka? Savdo bo'lyapti. Bu aka nech pulga bordi? 2.3 qilyapti. 2.3 so'm bo'lyapti ekan. Shit. Bu aka semendan nech pul bo'ldi? Qancha? 30 kami bor. Rasmga olib. Oka, yo, ariyo bag'da turing, bitta rasmga olay. Yorib qo'ydingizlar. Nech bilan ketdi bular? Ha, ajratdilaringizmi? Ajratishdi. 30 million tilyapti ekan sementalar. Nima kerak? Savdosi nech pul bo'ldi? 26.5 ga bermadi. Toza narsa ekan.
Yaxshi, chiroyli mol bo'ladi. Nomer bormi? Ayting. 93lik. 783 37 33. 33. Yaxshi metal ekan. Ishqor bo'lsa arziydi. Akalar opalar. Bir qator bozorda aqlasizlarga tanishtirdik endi. Imkon boricha o'najini ham, novvoslarni ham. Shu yerdan ham ko'raylik. Hojiboy shu yer necha pulga bordi? 14 ga so'rashyapti. Xo'sh, necha pul berasiz aka? 14 ga so'rashyapti ekan. Chiroyli. Sement aladi. Akam telefonda gaplashyapti ekan. Mana shu xonajin ham yoqib qoldi. Oyshaman necha pulga bermayapsiz? Sotdik aka. Qanchaga? 14 ga. Chiroyli narsa ekan. Toza, xudo xolasa bir 40-50 mol bo'lib chiqadi boqqanga. Bir yasharingiz yo'q. Toza. Toza xonajin ekan mana shu. Mana hurmatli akalar, bir qator bozor narxlarini tanishtirib, bu tarafda sigir bozoriga o'tib ketyapmiz. Sigir bozoridan videoroliklar chiqishni boshlaydi. Mehnalarni like deb bosaveringlar, inshaalloh siz uchun biz xizmatda. Sizlar Padeshkada. Bu taraf sigir bozor. Ishlarni ko'rishyapti. Ana bolami? Yakkami bo'g'oz emas, ham bor bozorimizda. Yo'q. Ha. Bozorda yurgandek bo'laverasizlar. Savdolar ketyapti. Sementallar chiqibdi.